Behruz Karimov rasman Yevropada. Lugano Behruz Karimov transferini rasman e'lon qildi. O'zbekistonlik yosh futbolchi Shveysariya klubi bilan 2031-yilgacha shartnoma imzoladi. Klub sport direktori Sebastian Peltser Karimovga bir qator klublar qiziqish bildirganini, ammo yakunda Lugano uning transferida g'alaba qozonganini ta'kidladi. Behruz uchun Lugano Yevropa futbolidagi ilk qadam bo'ladi. Bu yerda u faoliyatining keyingi bosqichiga ko'tarilishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Behruz Karimov kelajakda top 5 chempionatda o'ynay oladimi? Fikringizni bildirib o'ting. Xulian Alvares ushbu yozgi transferda Barselona futbolchisiga aylanadimi? Taniqli insider Fabrizio Romanoning aytishicha bo'yicha, Barselona hali ham Alvaresning agentlari bilan futbolchini qo'lga kiritish uchun imkoniyati bor-yo'qligini tushunish uchun muloqot qilmoqda. Ammo hozirgi holatga ko'ra Atletico Madrid yana futbolchi va uning agentlariga Barselonaga yo'q degan signalni bermoqda. Ya'ni Atletico Madrid Barselona uchun eshiklarni yopiq holda saqlashni qat'iy talab qilmoqda. Endi hammasi futbolchining o'ziga bog'liq. Xulian Alvares qanday qadam tashlashini ko'ramiz. Ammo Atletico tomonidan pozitsiya aniq. Ular futbolchini Barselonaga qo'yib yubormoqchi emas. Nima deb o'ylaysiz? Barselona Xulian Alvaresni qo'lga kirita oladimi, yo'qmi? Fikringizni bildirib o'ting.